kelin degan nomga past qaramaslik kerak. Kelin sizni zurriyotingizni qiyomatgacha dunyoga keltiradigan. Qiz kim? Qiz boshqani zurriyotini qiyomatgacha dunyoga keltiradigan. Biz teskari yashaymiz hayotda. Sizni qizingizni men kelin qilgan bo'lsam, sizni qizingiz endi meni qizim bo'ldi. Meni qizimni siz olgan bo'lsangiz, meni qizim sizniki bo'ldi. Hayot shunday almashuvdan iborat. Sizlar kimni qiz edilaring, kimni uyida kamol topdilaring, kimni zurriyotini dunyoga keltirib berdilaring? Alloh rozi bo'lsin mana shunday qizlaringga. Kelinlaring ham xuddi shunaqa bilib olinglar. Kelin sizni zurriyotingizni qiyomatgacha dunyoga keltirib beradigan zot bo'ladi. Ana shularni to'g'ri tarbiyalasangiz, farzandlaringiz kamolatda bo'ladi. Ona jim o'tiring, siz ham bilmaysiz, zadasiz, vafshi jim o'tiring deydigan bo'lmaydi-da. Xudo saqlasin. Endi bu nimaga bog'liq? Hammasi kelib tarbiyaga bog'lanadigan narsa. Alloh taolo har birlarimizni zurriyotlarimizdan o'zini taniydigan bo'lsin. Rasulullohni xursand qiladigan bo'lsin. Dinga, vatanga xizmat qiladigan bo'lsin. Yurtimizni bayroqlarini ko'klariga ko'tarib tanitadigan bo'lsin. Yana yurtimizdan iymon buxoriylarni chiqadigan bo'lsin zurriyotlar. Yana shunaqangi bir zurriyotlarni chiqarsinki, yana arablarni kelib xatolarini to'g'rilab turib, ba'zi joyda kamchiliklarni aytadigan darajada olimlar chiqsin yurtimizga.